Mana shu yelkamda turgan sumkani 940 ming so'mga xarid qilgan bo'larmidingiz? Menimcha xarid qilmasangiz kerak, lekin ichidan nimalar chiqishini bilganingizda albatta xarid qilasiz. Videoga bitta like bosib oxirigacha ko'rib turinglar, ichidan nimalar chiqishini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Usta akalarimiz har doim bolalaringizga sumka olib bergansizlar, bu sumkamiz endi sizlar uchun bo'ladi. Ichidan nimalar chiqishini birgalikda ko'rib chiqamiz. Sumkamiz ichidan TX brendiga tegishli original 125 lik bolgarkamiz bo'ladi. Keyingisi TX brendiga tegishli mana shunaqa o'zi ixchamgina, lekin juda ham moshniy bo'lgan 300 amperli svarka apparatimiz bo'ladi. Uchinchisiga keladigan bo'lsak, TX brendiga tegishli temir patrolli original drelimiz bo'ladi. Drelimizning o'zini ko'rinishini ham bitta ko'ringlar. Garantiya talonlari chiqadi ichidan. Mana bunaqa ruchkalari. Drelimiz xudo xolisa sifati juda ham zo'r, 1 yil kafolat beramiz. Temir patrolli. Bundan tashqari svarka apparatimizga kerakli hamma narsasi chiqadi ichidan. Ko'rishingiz mumkin, derjak, massa, kabel, shitoklari hamma narsasi chiqadi. Mana shunaqa ajoyib upakovkada bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin shitoki. Undan tashqari mana derjak, massa, kabellari ham xudo xolisa yaxshisidan qo'yilgan. Usta aka, o'zingizga ham endi bir sumka olmasangiz bo'lmaydi. Mana shunaqa ajoyib 3 tasi birda plus sumkasi bilan naborimizni 940 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Murojaat uchun pastdagi telefon raqamlariga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmatlari mavjud.